Ijtimoiy tarmoqlarda futbol maydonida havaskor o'yinchilar o'zaro janjallashganligi aks etgan video tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Holat Shayxontohur tumani Jar stadionida Like Cup loyihasi doirasida san'atkorlar va blogerlar o'rtasida futbol bo'yicha o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvi davomida yuz bergan. To'polonni boshlagan blogerning aytishicha, u bu ishni har ikkala jamoa a'zolari bilan o'zaro kelishgan holda amalga oshirgan. Go'yoki ikki jamoa o'rtasidagi janjalni sahnalashtirishgan. Maqsad esa obunachilar sonini ko'paytirish, o'yinga bo'lgan omma e'tiborini qaratish va PR bo'lgan. O'zi bu oldindan kelishilganmidi? Misol uchun biz janjallashib ketishimiz. Bu PR-da, bu shou qilmoqchi bo'lganmiz. Men endi yangi chiqqan blogerman, o'zimga hayp ishlamoqchi bo'ldim. Xalqdan kechirim so'rayman, bu ish boshqa takrorlanmaydi. Sal mashhurroq bo'lib, sal daromadimni ko'paytirish maqsadida bular bilan kelishdik. Afsuski ko'pchilikka aytmaganimiz uchun tushunishmagan ekan. Bu borib do'stim nima qilish kerak edi? Men borib yelka berishim kerak edi, qochib qolish kerak edi. Bu ishimizdan afsusdamiz. Boshqa qaytarilmaydi bu qilgan ishlarimiz. Mazkur holat yuzasidan Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tekshiruv o'tkazilib, turnir ishtirokchilari bilan profilaktik suhbat olib borildi. Like Cup loyihasi doirasida yuz bergan yuqoridagi holat jamoatchilik o'rtasida keskin e'tirozlar keltirib chiqarganligi va huquqbuzarlik sodir etilishiga sabab bo'lganligi uchun loyiha vaqtincha to'xtatilgan. Juda katta xato bo'ldi. Ya'ni biz tashkilotchilar tomonidan va qolaversa mana shu epizodni yuzaga keltirgan ayrim bir futbolchilar tarafidan xunuk holat yuzaga keldi va bu holat bir madaniyat xodimi sifatida meni o'zimga juda qattiq ta'sir qildi. Biz tarafdan mana shuni nazoratga ola olmaganimiz, ularning hissiyotlarini biz nazoratga ola olmaganimiz tashkilotchilarni katta xatosi bo'ldi deb o'ylayman. Xalqimizdan ham uzr so'rayman shu yigitlarni ko'rsatgan hunari uchun. Mazkur holat yuzasidan jinoiy ishlar bo'yicha Shayxontohur tuman sudining sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Unda qoidabuzarlarga nisbatan sud qarori qabul qilindi. Jumladan Uzoqov Alisher, Mavlonov Abdurahmon, Rahmonaliyev Mirjalol va O'razboyev Dilshodbeklar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi hamda 194-moddaning 1-qismida ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, 4 tala huquqbuzarning har biriga bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Qolgan 2 nafar shaxs O'razboyev Ozodbek hamda Mamajonov Kamoliddinlarga nisbatan ham sud qarori o'qib eshittirildi. O'razboyev Ozodbek Sharafuddinovich Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 hamda 194-moddaning 1-qismida ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. 10 sutga ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Mamajonov Kamoliddin Kasimjonovich Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 hamda 194-moddaning 2-qismida ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Bazaviy hisoblash miqdorining 12 baravari jarima jazosi tayinlansin. Jamoat tartibini mensimaslik va fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi bu kabi xatti-harakatlar uchun javobgarlik belgilangan. Unutmang, kim bo'lishidan qat'iy nazar, qonun hamma uchun barobar.